Menimcha davolanayotgan bemorlar ham qilyapti buni xonasida ko'rishib olib. Ketdik. Mana. Ko'rdingizmi mana? Manaqa joyga qo'yamiz mana. Manaqa joyga qo'yamiz, yotamiz endi mana. Xo'p. Uy sharoitida grija kasalligini, ya'ni umurtqa pog'ona kasalliklarini tortib cho'zish gimnastikasi. Belimizni tagiga, pastki qismiga podushkani qo'yib, mana ustiga yotamiz, oyoqlarimizni uzatib yotamiz. Qandaydir minut mana. Mana. Ko'rdingizmi mana? Qo'ygan holatda yotamiz mana. Belimiz shunaqa lo'qillab tortiladi mana. Chuqur nafas olib chiqamiz. Bo'ldi. Endi oyoqlarimizni ko'taramiz. Podushka joyida turadi. Oyoqlarimiz